Cristiano Ronaldoning aurasi. Xullas, kecha Al-Ahliga qarshi bo'lgan o'yindan keyin janjal kelib chiqdi. Bilsangiz kerak, o'yinda Ronaldo 970-golni urdi qo'ydi davomidagi. O'sha Al-Ahli o'yinchisi Demiral jonga tegdi, o'sha futbolchilarni urishib ketib, oxiri maqtanishga o'tdi. Medallarni olib olsa chempion bo'lishdi, Chempionlar Ligasida. Mana bizda ikkita bor, menda ikkita bor, mana stadionga kelishdi, ikkita kubok yo'q dedi. Ronaldo shunda qarab turib, "Tato 5 ta bor" dedi. 5 ta bor menda dedi. Yevropaligidan bor meniki dedi. Shu gaplar avrasani ikkita bilan maqtanyaptimi? Ronaldo 5 tani hali qilib qo'ygan bu yoqda. Plus Cristiano Ronaldoga joyi respekt deyish kerak. Anaqasi futbolchilar musulmon nimadirlar otisa, Cristiano Ronaldo shuni ochib turib, "Bo'ldi. Bas qillaring" dedi. Bu gapim bilan nima demoqchiman? Cristiano Ronaldo haqiqatda nima desam bo'ladi, chakini o'chirib qo'yishga aqli yetadi. Bu yoqda muxlislar bilan ishlashga aqli yetadi. Shunchaki respekt. Qisqa qilib aytganda, ikkita bilan hali maqtanib yurgan ekan. Ronaldo 6-sini olaman deb yuribdi.